Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugun 2025-yil 28-noyabr haftamizning juma kuni. Hammangizni juma ayom bilan tabriklaymiz do'stlar. Alloh taolo ko'pgina juma ayomlardan yetirsin deymiz. Xudo xolasa bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani dehqon bozorini yetib kelamiz yurtdoshlar. Xudo xolasa dehqonlarimiz aytgan hosillarning narx-navosini qo'llangancha bilib beramiz, ko'rib kuzatib, yurtimizda arzonchilik bo'lsin degan yurtdoshlarimiz bir layklarni ayamayın bosib qo'yaverasizlar. Kimda kim bizani musofirchilikdan ko'rib o'tirgan bo'lsa, valyuta kurslarini aytib o'tamiz yurtdoshlar. Xo'p, dollar kursimiz $100 dollarimiz 1.188 million 1.185 million so'mdan bo'lib turibdi. Qozog'iston tengamiz 22,5 ming so'm, Rossiya rublimiz 147 ming so'm. Kimda kim bizani Moskva-Moskovdan ko'rib o'tirgan bo'lsa, bizani turdoy dogovor qilinsa restoran xizmatlari bor. Ekranda WhatsApp nomerlarini ko'rsangiz, bemalol telefon etib bog'lansanglar bo'ladi. Xudo xolasa yurtdoshlar, turdoy dogovorlarimiz 1 yil danli bazada turishini kafolat beriladi. Deport yoki da zapretlaringiz ham tekshirtirsanglar bo'ladi. Kimda kim bizani 4 yildan ko'rib o'tirgan bo'lsa, 14-12 o'lmas xizmatlaridan ham foydalansalar bo'ladi. Xudo xolasa sömkalarimiz başımız yurtdoshlar kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar, bu videoni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bu videoni uyma natijali patolog o'rnataman degan yurtdoshlarimizga like'larni bosib tashab qo'yinglar. Shu natijali patologni hozir yoqib ko'rsatamiz. Ag'a yaqin. Natijali patolog qo'yganda hamma bilishi kerak, ko'p natijali patologlar shunday deb olishib, yonib ketadi yurtdoshlar. Lekin sizlar yurtdoshlar, Berunida ko'p yillik tajribaga ega, 7 yillik tajribaga ega Al-Beruni jamoasini taklif qilamiz natijali patologlarini. Al-Beruni'nin sifatli natijali patologlar o'tda yonmaydi, suvda chekmaydi desak ham adashmagan bo'lamiz. To'g'rimi ağa? To'g'ri. Yaqib ko'rsing. Yo'rasku, olishdi-ku. Yana. Yonmaydi. Umuman yonmaydi, olishib ketmaydi yurtdoshlar. Pisantine javob, mehnat etib topgan pullaringizni faqatgina sifat to'laysizlar yurtdoshlar. Yana bir marta yaqib ko'rsatamiz. Gap isboti bilan do'stlar. Alışmaydı yurtdoshlar, alışıp ketmaydi. Çünkü bu sifatli Al-Beruni'nin natijali patologlari bo'ladi yurtdoshlar. Hozir bu yechidi yo'q debsiz, to'g'rimi? Yo'q. Berunida yo'q. Yo'q. Ellikqal'da yo'q. To'rtko'lda yo'q. Milliy sifat yo'q. Xorazmda bormi? Yo'q. Xorazmda yo'q milliy sifat, to'g'rimi? Ağa, hammangizga shunday natijali patolog, sifatli natijali patologlarni tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa, sizlar ko'rasizlar, bundan ham zo'rati hozir eksperiment etib ko'rsatamiz. Yurtdoshlar, Al-Beruni natijali patologni tanlagan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib aksiya qo'yib beramiz. Bugun hozir biza ustanovka jarayoni bo'lgan xonadonlarimiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu bort natijali patolog deb aytiladi. Kimda kim shunday natijali patolog o'rnatsa, yonida lyustrasi mutlaqo tekinga bo'ladi. Undan tashqari yurtdoshlar, xaridingiz 7 milliondan o'tsa, siz 3 tane konvert tutuladi. 3 tane konvertdan birisini saylab olasizlar yurtdoshlar. Birinchi konvertimizda yurtdoshlar podarkasini nima bo'ladi degan yurtdoshlarimiz uchun 500 ming so'm shtir bo'ladi. 500 ming so'm qo'llaringizga sanab beramiz. Ikkinchi konvertimizda yurtdoshlar bagima bo'ladi. Uchinchi konvertimizda yurtdoshlar ko'rib turganlaringizdek Gladini doska bilan ajoyib dazmoli bo'ladi yurtdoshlar. Bular siz uchun bizani tanlagingiz uchun tekinga bo'ladi. Undan tashqari malyarchik ustalarimizdan isha taklif qilib qolamiz yurtdoshlar. Pastda telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Al-Beruni 7 yillik tajribaga ega natijali patologni hamma yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum, farmonlar. Geçer necha so'm bo'ldi ağa qarmang? Yaxshisi 2000, sal maydaroqlar 1700 ber. Yirisang? Ha, yirisan, yaxshisi o'sha. 2000 so'mdan. Bu aytilishimi? Aytilishimi ağa? Ava, kelishib qolamiz 2000. 2000 hali satdingizmi ağa bundan? Ya, so'rab turibdilar. Hali umuman satganingiz yo'q, to'g'rimi? Ikki aytib turibdilar. Xudo xolasa satilishi necha so'm bo'ladi? 17 beriladi. 18 beriladi, 17 bo'lmasa 18 beriladi. Yana 1800 dan beraman deb turibdi og'amiz. Narimjon boyanniki, to'g'rimi? Nomeringni aytib olamiz. Ating nomerlarni uyda bo'lsa. Nomeringni ayt. Uydan borib olaveradilar. 95 140 25 60. Medaraklancha so'm. Maydaroqdan 1000 ber. 1000 so'mdan baraka bo'lib turibdi ekan. Savdoningizni bersin. Yana. Benden sodalar bo'latir. Harmanglar, assalomu alaykum. Non o'lchayotirsizlar? Gashirmi necha so'mmi? Yaşı Xudo xolasa 1800 dan beri. 1800 dan. Mana, otdim. Yurtdoshlar. 51 kilo geldim. Har holda 51 kilo. Nereden nasi bu yashirata? Qizil bayroq. Qizil bayroqniki yana. Savdoningizni bersin. Kelaverasizlar yana do'stlar. Azon bilan sovuq. To'ppada yurtimiz yurtdoshlar. Qamaroq kiyib kelaverasizlar. Yana. Yani bir de köpçülük asmaptı. Lekin bize
Dangıdır malak gelerdik ne. Azam bilen nalla yapıladı bir de. Ağa harman etsam beləyim. Keyfiyetli yaxşımı? Sağlıklı yaxşımı? Petirləyə çıxıb başladı şu yurttaşda ne. Şu baxa kayın 7000 somla. Petirler nalla 4000'den. Nalla 4000 somla. Sisti naturalni tabii boladı. Petirlə götürənməsələ donmay aralaşdırmıydı ağamız. Masilga pişirib tutdu ne yoktur. Gap yok degen dostlar. Yine. Nalla 4000 somdan. Xuda xalasa dastavkisi içində besplatni bolar toyçular bolsa. Açıb beralar nömrələr. Sonuç bilen 242, 41, 47. 41-47 bağlanan arasıyla. Biz ise devam edemiz yurttaşsa. Bir anda önçerli dertleriniz yok. Azam bilen Xuda xalasa. Kanun neçə son? Geçen atın. Harmanlar ağala. Min yarım sonla? Verdik. Yine gap yok. Arzançılık Xuda xalasa. Min yarım sonla. Yine iri ekenek, zor ekenek. Min yarım sondan bereke boptu yani. Hop ben de Murat yok eken. Nakdamını birliktesek ben tarafa kara bassam. Öte veremzim yurttaşlar. Gökyüzü para arasına yaşıyor. Buldu mu bağsak? Damazda ağalarını satıp tuttular yani. Ağa harman etsam biley. Tülüp neçə son boldu tülüp? 30 milyon fakat. Halta 30 min som. Haltada 35 kilo bolar hein? 30 kilosu 1000 somdan şunda. Levləgilə ne? Devlet 2 yarım verem. 2,5 min som satılışı bolar hein? Ya gelişen bundan. Yok. Takalgan yeri. 2,5 min somdan. Sağdanızı versin. Hop. Bir an tarafta da olsa meyveyle yap başlattık kendine. Assalamu alaikum harmanlar. Alman neçə som oldu? Alma 13.000. 13 min somdan ekan. Qayerniki? Cizzaxniki yine. Bulan neçə som? 9.000. 9 min somdan. Bazı şu karabka bahasını ayttınız ki. Satılış bahası mı ondan ham qaytib berasizmi? Şu bahada satılırdı ekan yani dostlar. Cizzaxdan gap tuttuk ekan. Mesleğe barın axırağa. Hop. Devam etamiz. Bir anlam Türkler var ekan. Türkler neçə somdan ekan? Assalamu alaykum. 1000 somdan ya dostlar. Eli sattınız burada. Şu 1000 somdan gitti doğru mu? Haltadan çekil abi. 30 kilosu 30 min somdan. Bereke batırdı. Sağlığınızı versin. Yine bir anda levlegile. Neçə somdan ekan levlegile? Assalamu alaykum. 3 min somdan yine. Burslan neçə som ekan? Kuşlar bir saat soramadım. 5 min aytılıp tuttu yani. Satmadık hemen doğru. Baklacanlar neçə som? Ularım 4 ay. 4 min som aytılıp tuttu yani. Kediler ne? 3 min somdan ekan. Sağlığınızı versin. Bir anda piyaz geldi dostlar. Assalamu alaykum engesiniz. Neçə som ekan piyazlarınız? 3 min somdan. Bunlar sıredesi mi gidesi mi? Sıredesi 3 min somdan. Ne desem ben? Kuru sırada denk geldiniz he? 3 min som. Sattınız mı hali bunlar? 3 min som aytılıp tuttuk yani dostlar. Hele bereket bu mattı. Bir de salgam var yani. Salgam neçə som ekan ağa? Ama bayına gel. Baksana bir açma. Bahasını aytib bering mi? Ko'tarib ketarik mi egasi bo'lsa? Lekin shunda turadi, ha? Ta şuniki şu. Tas shuniki. Şuniki şu. Bere gel Dekan. Ha Zafer. Aynen. Atlayla bakalım. Salgam bilmaysizmi bahasini? Aslan ko'tarib ketaramiz esa bilmasa. Sana kalar ikide ver. Aynen. Hech kimniki emas, to'g'rimi? Ama şu falan ya cezayet tuttu. Bere Kimniki deb 3 marta so'raysan, yo'q bo'lsa ketaverasan. Gen vaqt tutamaydi, gen vaqt tutama. Hop, devam etamiz dostlar. Harman. Bera xurmalar yetdi dostlar. Xurmalar. Assalomu alaykum, ağalar harmanlar. Sağlıklı yaxshimi? Mana xurmalar. Neçə so'mdan bo'ldi xurmalar? Kurban 6 bin so'mdan berdim yaxshi ichida. 6 min so'mdan. Shokoladni xurmo Surxondaryoning dehqoni o'zi olyapti. Yine gap yo'q do'stlar. 6 min so'mdan baraka bo'lib turibdi ekan, ko'rib turgan bo'lsam. Yine. Bu yana necha so'mdan oldingiz, ağa? 6 min so'mdan oldingizmi? 6 min so'mdan olib turibdilar ekan yana do'stlar. Qarasizlar. Shokoladli soslari, bir de
Biraz bayana. Tonnaga yakın var ekan menda xurmalar bo'lsa. Endi ishida bilsanglar 5-6 bestar durar edilar. Hammasi sotilib bo'lgan o'xshaydi gashlarni yurtdoshlar. Endilikda bu yon tarafga qarab o'tamiz. Ko'rib kuzatib borasizlar. Shundan ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ko'rib o'tiribman sirasi deb kommentariy yozib qo'yinglar. Quvonaman to'g'risi. Yaxshi fikrlarni yozib turibsizlar, yaxshi gapni yozib turibsizlar. Prosmotrlar ham ko'p bo'lib turibdi, gap bo'lishi mumkin emas, lekin yurtdoshlar like yozib bo'lib turibdi. Like'larni ayman bosib bering yurtdoshlar. Xudo xolasa. Bu yerda xurmalar. Assalomu alaykum, xormanglar. Xurmalar ancha so'mdan bo'ldi bugun. Yeshga 6,5 ming so'mdan. Kiloga qancha so'm? Kiloga 7 ming so'mdan, yeshga 6,5 ming so'mdan ekan. Surxondaryoni xurmalari xudo xolasa yurtdoshlar. Bu yoqda enorlar yetdi. Enorlar qancha so'm? 8 ming optimga kiloga 9 ming so'mdan yana bo'lsa, enorlar ham ko'pken oxirman. Yana xudo xolasa asatini ko'p beradi do'stlar. Endi bu tarafda kershka piyozlarni ham bilib beramiz endi. Bu yoqda mana xurmalar. Xurmalar qancha so'mdan ekan? 6 ming so'm berdi yana. Arzonroq ekan. 6 ming so'mdan ekan bo'lsa yana. Götürün. Fakat bu 6 ming mi ya bu 6 mı? Hammasi 6 ming so'mdan, doğru mu? Yine 6 ming so'mdan. Bize ise devam etamiz. Yurtdoshlar şurada kartoshka, piyozlarning bahosini bilib beramiz, ham daha şurada beramiz yine. Bir an naves kuruluşu kerak edi, qurilibdi lekin yine. Kameralar ham bor ekan yine. Poli naves atu kerak shu endi qish yomg'irdan edi. Bilmaydim, men sinetmeni o'shida. Qaytolmadim. Allah harmanglar, assalomu alaykum. Xo'p, nodan başlaymiz? Kartoshkani aytaring-a? Başlayalım şu an. Ha, necha so'mmi? Batı hocam kiloga. Kiloga 4,5 mi? Optima 4 mi? Yok, ortama 4.200 so'm. Shundan 4,500 so'm. Taş shundan ang. Ya'ni irilardan bular. Yillar 5.000 so'm. 5000 so'mdan ekan do'stlar. 4.800 4.700 verimiz qaltaga. Qaltag'ang. 4700 4800 dan. Sonra 500 so'm. Xani, to'g'rimi? Yillar var. Piyoz qancha so'm? Ak piyaz 2700 so'm. Qaltaga. Nevada bana 10 kiraklar var yani. Güzel gide verdi. Yine tayyor duribdi, to'g'rimi? Yine 4.000 dan. 4000 so'mmi? 10 kilodan duribdi har qaysi. Savdangizni bersan, charchama. Dostlar, meyve chevga o'tamiz yurtdoshlar. Menga qaraman, assalomu alaykum. Ananasdan qancha so'm bo'libdi? 15 ming so'm ben cuma aksiyasi. Juma aksiyasi 15 ming so'm. Bu ananas nerdeki? Xitoyniki. 15 ming so'mdan sotib turibdi bugun. Gap yo'q. Bu yoqda apelsinlar 13 ming so'm yozib qo'yibsang. 13 ming so'm optima 11,5 ming so'm. Optima 11,5 ming so'm. Hali u kilo bahasi ekan 13 toshlaydi. Mandarinlar qancha so'm? Mandalina 30 ming so'm. 30 ming so'm. Sizning xurmalaringiz hammasi sot bormi? Hammasi iri do'stlar. Qaranglar. Necha so'm? 5 ga 9 kilogram endi. Kilog'im. Shokolatin so'm. Yine do'stlar. Ko'proq olsanglar 9 ming so'mdan ekan. Savdangizni bersin. Yine do'stlar. Ko'p yuklar gap turibdi, ko'p biron bo'lsanglar. Endilikda şöyle balık pazarını Eddinli çıkaramiz yurtdoshlar. Eddinli görsanglar bo'ladi, shu 4 rayon kanalımızda. Keyin banda devam etib ketaveramiz. Xo'p do'stlar, balık pazarını sevimkisini bemalol görsanglar bo'ladi. 4 rayon kanalımızda o'tib, biz esa meva cheva qarab to'g'ri o'tamiz. Xormang, assalomu alaykum, og'ay. Ish yaxshimi? Enorlarimiz necha so'mdan ekan? Bular yubka pochak-ang? Yeniki adaga qiyomi ne? Boğatniki boğatdan Allah gap başlaptı do'stlar. 24 dedingizmi? 20 ming so'm. 20 ming so'mdan. Yubka pochaki. Almalar necha so'm? 15 ming so'm. 15 ming so'mdan. Bu ne? 3 kilo 10 ming so'm kontan. Kant almalar 3 kilo 10 ming so'mdan ekan do'stlar. Xurmangiz? Xurmo 8 ming so'm, sog'lig'ingiz bersin. Yine do'stlar
Xudo xolasa endi bu yon tarafa qarab o'tamiz. Yurt kuzatib boraverasizlar. İnşodan başlayımız endi. Meyve çevrələrdə. Ağa Xarman, assalamu alaykum. Sağlığınız yaxşımı? Almançasın mı tuttu? Almalar, inanmalar 2 kilo 15'ten. 2 kilo 15. İnanmalar 8 bin son. 8 min somma. Simirkenin mide 8, irisi 10 bin. Yine bula 8 eken, irisi simirenken 10 bin somma. Ola, eldindeki 10 bin son. Yine bula 10 bin somma eken. İnanma almalarımız 10 bin son. Ondan mı? Ondan 10 bin somma. Ben mesela azı kilo bakasını attınız kan? Yok, ben yaşık bakak. Yeşik bakattınız. Kilo bakasına 500 som koşulan mı? 500 som koşuladı. Xudo xolasa gelaverasizlar. Yine gelaverasizlar dostlar. Kıyamet oldu akşam sonra. Yine. Xo'p, bu yoqda enarlar bor ekan. Enarlarni chizimlar ekan. Axirmi? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Yupqa po'choqni tayyoring boshda. Bu yupqa po'chog'i bu mayda xili. Aha. Buni 12 ming deyapmiz, qaytib beramiz. 12 ming so'm aytilishi to'g'rimi? Aytilishi ya narxi. Qaytib kelishib beriladi ekan do'stlar. 9 minggacha beramiz, xudo Yine. xohlasa. Kanalingizdan kelsa. 9 ming yedin beriladigan. Qayerniki ag'a bular? Bu Qashqadaryoniki, Kitob shahriniki. Kitobniki? Kitob, ha. Yine do'stlar. 9 ming so'mdan qaytib beramiz deb turibdilar bularning. Bularni 18 ming, buni ham qaytib beramiz. 18 ming so'mdan. Buni ham 17 ming deyapmiz. Bir de hemen söz yupqa po'choq ekan. Po'choq, ichiga sho'ri yo'q. Yine çürük yok. Garantiya doğru mu? Garantiya 100%. Biza Qashqadaryodan kelamiz, biz anoq kelmaymiz-ku. Ha, yine dostlar. Shun Shuncha yerdan kelibding. yerdan 8 kilometrdan kelamiz. Yine kelgandan keyin sotish kerak do'stlar buni. Kerak buni. Xo'p, 9 ming so'mdan qaytib beriladi ekan bular. Bular 18 mingdan necha so'mdan qaytib berasiz? Bularda 15 minggacha beramiz. 15 mingga deyin. Bular ham shu ikkisidan bir, to'g'rimi? Bir, ha. Yine. Xudo xohlasa. Shu bu tarafdan mesjidning orqa taraf darvozasidan kirganlaringizda shuda turadi ekan og'amiz, xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Qashqadaryo Kitob. Gap yo'q. Savdoningizni bersin, charcham. Qashqadaryo. 4 kil rayondan chiqasiz. Butkul rayon diyorsam chiqadi. Ha, 4 kil rayondan chiqasiz. Bu yoqdan enarlar. Axir assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Xudoga shukr. Sizdan ko'ra yupqa po'choq-ku. Ha, quruq yutqa bujog' bu. Yine dostlar. Bu ham kitob shahriniki. Ikkingiz bir odammi? Ikkalangiz birmi? Ha, ikkalamiz bir. Ana sizdan necha so'm? Bu 20 ming so'm. Ana bu yoqdan arzon aytib bermaysizmi? Bu yoqdan arzon aytib bermaysizmi? Bu bir raqobat bo'ladi-ku, to'g'ri? 12dan yiriroqman ekan. Yine do'stlar 20 ming so'm. Oziqa berganman. Yine ishlarini ham yurt Bunisi turibdilar. 10 ming so'm. Bular 10 ming so'mmi? Bunisi 14 ming so'm. 14 ming so'mmi? Hammasi yupqa po'choq do'stlar. Ko'proq asarlar qaytib kelishib beriladi. Qashqadaryo kitob shahriniki enarlar. Yangi yilga ham kelsa, yangi yilga ham. Yangi yilga. Xaridorlarimizda shu yerga bo'lamiz. Gap yo'q yana. Yangi yilda 10 kilo o'tsa. Yangi yilni sho'da kutib ketasizlar, to'g'rimi? 4 yilda. Ha, mana qara, yangi yilga tozasidan beramiz, zo'ridan. Gap O'zimiz bo'lishi Xivadan mumkin. gapiraylik. Yine. Zo'ri bizaga. Zo'ri. Zo'ri bizaga. Gap yo'q. O'qiboyvachiga albatta zo'r. Yo'qo'boyvachida tushib keluvsin. Bo'ldi. Yine do'stlar bemalol gelsanglar bo'ladi ekan. Zo'ri desam kelsin. Charchamanglar qala. Yine. Bize davom etamiz, üzümden bilib beramiz sizlarga. Üzüm yazmay ko'rsa ekan, qarmagasam buni. 8 ming so'mdan üzümlar ekan. Shu kichkina olmalarimiz yana meydaraki 4 ming so'mdan ekan. Bular 5 dan ekan. Bular hammasi kilo bag'asiga to'g'rimi og'a? O'tdim bo'lsa, qaytib kelishib beriladi. Bu olmalar necha so'm? 15 ming so'mdan ekan. Savdoningizni bersin. Yine. Ben de yanıma bırak şöyle. Harman, ama söylüyorsunuz. Keyfiyetli akşam, bağımsız. Beremler bırak. Evet, çavalar. Yine. Neçə son almalarınız? Bunu 5 ming so'mdan beri. 5 ming so'mdan bu katta ku. Yine. Bekarcılık bu yine. Yine 5 ming so'mdan. 5 ming so'm. Dostlar. Yaşken kilo. Bular ne? Buna 12 verdik, 10'dan ettirem sonra yaşken. Bu Cizaq o'xshaydi. Kızaklık yok. Cizaqniki. Üzümlər ne? Üzümler 15. Üzümlər 10 ming so'mdan ekan. Bexi ne? Bexi. Bekam 10. Bexam 10 ming so'mdan ekan. 8 ming so'mdan qaytib berasiz, to'g'rimi? 8 ming so'm bo'lar. Bolari 8 ming so'mdan ekan do'stlar yana. Xudo xolasa davom etamiz biza. Bedamina baholari yozilib turibdi ekan yana. 4 ming so'mdan ekan olmayin bular, 7 ming so'mdan bular, 5 ming so'mdan ekan yana do'stlar. Gap turammasanglar. O'zim yozmay qo'yibsiz kimga? Chizim. 10 ming so'mdan salmadik. 10 ming so'mdan ekan. Pomidor ne? Pomidor 20 ming so'm. Badrin? Bular ham 20 ming so'mdan ekan do'stlar yana. Kelaverasizlar. Biza Bo'laga, ishindi meni alanama. Ne buzmik? Pravilani buzmik to'g'rimi? O'zimdan aytsam bo'ldi, assalomu alaykum. 10 ming so'm.
10 ming so'mdan üzümleyin şu göt turganlarınız. Xorazm tarafdan gap tutding bular? Boğatın özümü yaman qarşıldama axır qara. Yine dostlar. Sviji axirang bu. Sviji. Baldakana qara deyiminde mende bo'lib turmagan. Gap bo'lishi mumkin emas. 10 ming so'mdan qatib berasizmi buni ya? To'ychilarga qaytamiz bak. To'ychilardan nechadan 8 dan berasizmi? 9 beraman, 9. 9 ming so'm to'ychilara. Yaxshi kunlarni xarid etsalar. Semerenki almalar. 8 ming so'mdan ekan. Bu yandan üzümler bor ekan dostlar. Ne, görüp duran bolsanglar, xudo xolasa. Asortiment ko'p. Almalar necha so'mdan beramiz ağa bular? Qamona 10 ming, 12 ming, Bu 12 ming oshirang. 12, 7 ming so'm. 7 ming so'm. Yine. Korobka bahasini aytdingizmi kilosini mi? Kilosi korobka qaytiladi. Yine to'xtapam shuda yine. Zelenchi bo'lib ketdi endi. Qarmang, assalomu alaykum. Yine. Adi. Necha so'mdan zelelaringiz? Zelinlerim xudo xolasa bog'i 5 bog'i 5 ming so'm. 1000 so'mdan. Yine 5 bog'i 1000 so'm. 5 ming. 1000 so'm o'z beraman bola. Qalanlar 100 TL 1000 so'mdan. Yo, sınadım da sen aytib beraman ekan. Yine. Bog'i 5000 so'mdan ekan, ukroplar, bunda petrushkalar, salat bergancha so'm. Salat bergan 1000 so'm bog'i. To'ychilar ancha so'mdan beradi salat bergan. Yarışib beraman to'ychilarga. Ko'proq olsa qaytib berasiz, to'g'rimi? Qaytib beraman. Yine. Xudo xolasa kelaverasizlar. Menga banan optomatcha so'm bo'ladi, assalomu alaykum. 200 ming so'mdan engashga. Bog'i 20 ming so'm. Yine. Bu almalar neden gap? Ne? Bananlar neden gapti? Xitoyniki emas ekan, ha? Yine. Ko'pchilik Xitoynikini sal mazasi yo'q dedi, bu Xitoyniki emas ekan. Yok emas, xalasava yedirib beramiz, yeb ko'rib olaveradi. Mazasi bormi axir? Yine. Kivi necha so'm? Kivi 25. Kivi 25. Apelsinlar? Apelsinli 16 mingniki bor, 25 mingniki bor. Yine. Bu 25 mingniki mi? Bu 16 mingniki. Yine dostlar. Kelaverasizlar. Hop. Biz esa davom etamiz. Ishida meni meva-chevalar bor ekan. Aslan. Ananasdan başlayamiz. Ananasdan necha so'm ekan, qarmang. Assalomu alaykum. Ananası 20 ming so'm. 20 ming so'm. Ne Xitoyniki bular? Xitoyniki. Xitoydan gap turib ananaslar shtuki 20 ming so'm. Bu bo'larmi ya? Qaytib berasizmi? Yine. Dostlar, ananaslar. 20 ming. Anarlar necha so'm eksport qilamiz? Anar 10 ming so'm, 13 ming so'm yashdi. Bular 10dan, bular 13 ming so'mdan. Bu 13'ten, bu 10'dan. Yine. Limonlarning Limonlar 30 verdik kilo. kiloga 33 ming so'mdan. Üzüm 12 ming so'm, yashki 11 mingdan verdik. Eski 11 ming so'mdan ekan dostlar. O'zimiz o'g'ri xudo xolasa ina. Yaxshi üzüm Gap bo'lgan. yo'q. Dim yaxshi o'zim. Yo'q dedi-ku. Yaxshi emas. Ina. Badar necha so'm beringiz ağa qarmang. Assalomu alaykum. 17 ming? 17 ming. Arzonlabdik shunda. Xudo xolasa. Pomidorlar ham so'rab turadi. Ina, ko'p odam ko'k pomidor so'rab turgan ekan. Nerni ko'k pomidor ağa? Neriki? Nokismi? Yo'q. Samarqandmi? Toshkentmi? Toshkentniki ekan ko'k pomidorlarimiz. Rozi pomidorlar necha so'm? 15 ming yashki. Yeshga 15 ming so'm zo'r ekan, do'stlar. Gap yo'q. Pomidorni zo'rlari xudo xolasa. Buning qizilini. Qizillar 18,5 berdim. Umumini 16 berdim. Bular 16, bular 18,5 baraka bo'lgan ekan do'stlar. Pomidorlar zo'r ekan xudo xolasa. Yurtdoshlar, shunda videolarimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa, shundan ko'rganlar bo'lsa, oxirgacha ko'zimda yozib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.